Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Shunaqa issiq kunda zakazimizga keldik. Kelin bolamizdan uylari. Xo'sh, bu yerda nima qilamiz? Yuringlar, sizlar bilan bitta obzor ko'rib chiqamiz. Mana shu chiroyli shinamgina uy. Narsalarni tushirishni boshladik. Bugun vaqtliroq keldik, ishimiz ko'p edi. Mashkimda to'g'ri qilib, arqa qilamiz, sergul qilib. Tashqariga hech narsa qo'ymas ekanmiz, faqat uy ichiga mehr beramiz. Ketdik. Yo'laklarga stoykalar qo'yamiz, ramashkalar qo'yamiz. Xo'p. Ichkari bundoq qarasanglar, ikkita ustunlari bor. Shu ustunlarni gul qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, xonimlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana chiroyli hovlini ham ichkarisidan fotozona go'shanga qo'yib beramiz. Qiziq bo'lsa kuzatamiz va bizga like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, ko'rib turibsizlar, eshigini tagiga karkaslarimiz qo'yib, zelyoniy reshotkalarimiz ilib oldik. Mana shu zelyoniy reshotkani shogirdim ulab chiqaymi deyaptilar. Yo'q, men ulab o'tirish shart emas. Bargga orqa tarafdagi simini o'zi bilan bundoq bir-biriga tiqib ulab qo'ysa ham ulangan hisoblanadi. Mana shunaqa qilib simni o'zi ushlab beradi. Ko'ryapsizlar, xohlasanglar taxta qoqib qilinglar, xohlasanglar xamotda qottiringlar. Bu sizlarning xohishingizga bog'liq. Va albatta simni bargga qo'yganda zich qo'yish shart emas. Barg ustidan gul ilamiz. O'sha gullarimiz bilan bekilib ketadi. Xullas, yo'laklarga stoykalar qo'yamiz, ramashka va uzunchoq stoykalarni hozirgi moda bo'lgan stoykalarni qo'yib beramiz. Ramashkalarni shogirdim yig'ib chiqyaptilar hammasini. Xullas, mana shu ramashkalarni joy-joyini topib yig'ib chiqamiz, ko'ramiz. Orqa tarafdan sizlarga hozir qush ilishni ko'rsatmoqchiman. Sababi qushni baribir bargdan oldin ilish kerak edi. Biz esimizdan chiqib qolibdi har doimgidek. Qush il bo'lgandan keyin gullarimizni ham boshlaymiz. Ko'chani qilib bo'lganimizdan keyin uy ichiga kiramiz, fotozonasini boshlab yuboramiz. Fotozonaga ham ikkita karkas kerak bo'ladi. Qarab qo'yinglar, orqasiga karkas kerak. Qanaqa ikkita oyoq taxta kerak bo'ladi va materiallarimizni qotirish uchun shu narsa ham katta rol o'ynaydi. Albatta tepalariga gullarimizni, qushchalarimizni ichib ilib, ikkita yoniga yarim oy shaklidagi turbalarimizni qo'yib, uni ham gul bilan to'ldirishni boshlaymiz. Xullas, men fotozonani paka syomka qilgunimcha sizlarga o'shangan yig'ib turinglar desam, shu ikkita bola hali ham yig'ishmagandek o'shangandek, keyin o'zim tez davay qilib boshlab yig'ishib va tugatishib boshladik. Tugatib ham bo'ldik va oxirida o'shangamni ham tayyor holatini ko'rib turibsizlar. Buni ham o'rtasidan bitta oq ipda chiroyli qilib yurg'izib yuborishsa bo'ldi. Asosan baribir vaqtida tugatib berdik. Endi ko'rib turganinglardek yo'lini tugatishimiz kerak. Yo'liga 4 ta ramashka qo'yib berdik va albatta hozirgi chiqqan uzunchoq vazalarimni qo'yib, uni ichi to'la gulida men boshqa klient uyidan olib keldim. Kecha bir kun oldin kuyov uyida bo'ldi bu zakazim va kuyovnikiga qo'yishim kerak. Ertasi kuni ertalabdan kelib chiroyli qilib yasatib tugatib berdik. Baho berish sizlardan. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar va men bu summaga oxirida yozib o'taman. Uyga nech pulga qilganimni videoning oxirida yozib qo'ygan bo'laman.
Mana ishlarimni ham tugatib berdik. Arka, stoyka va gilamlarni solib, joy-joyiga qo'yib, tumbalarga ham, ustunlarga ham gullar qo'yib, go'shanga va fotozonalarni tugatdik va hammasi uchun $280 pul oldik.